Tak, hammaga assalomu alaykum. ICC konsepsiyasi bo'yicha haftalik tahlilni boshlaymiz. Bugun 6-may. Tak, bugungi tahlilda Nasdaq, S&P 500, DXY, JPY/USD va Euro/USD bo'ladi. Birinchi Nasdaq bilan S&P 500 dan boshlaymiz. Tak. Nasdaqda haftalik time frame'da kunlik time frame'da mana shu BPR zona qaytarib o'tdi. Men ko'rayotganim bundan hozir kutayotganim mana shu OB ga kelsa, H4 OB dan kelsa, lekin bundan reaksiya olib ikkinchi atkatdan o'sha H4 bir marta ishlagan FV ga yorib o'tib yopilib, lekin yana qaytgandan ishlasak bo'ladi mashindan. Mashitdan kirsa bo'ladi savdoga. IFV dan, atkatdan. Shuni atkatdan buy side gacha ishlab olsak bo'ladi. Bitta mashitgacha ishlaymiz, mana shu kichik buy side yechguncha. Kichik buy side yechguncha ishlaymiz. Keyin atkatdan H4 IFV ga, ikkinchi IFV dan yoki kunlikdagi BPR zonadan ishlasak bo'ladi. Ikkinchi atkatdan OB gacha D1dagi OB gacha ishlasak bo'ladi. Tak, S&P 500 da ko'rayotgan narsam birinchi targetimiz bunga D1dagi BPR bo'ladi. BPR gacha ishlaymiz birinchi. Keyin bunga ham o'sha D1dagi OB gacha ishlaymiz. Asosiy target. Birinchi bundan hozir nimalar bo'ladi? Buni ham kutayotganimiz o'sha OB order block shunga tushsa, shundan tushgandan keyin bunga sal bu yerda qo'shilmaymiz bunga. Mana bu H4 IFV dan qo'shilib olamiz. Mana shu reaksiya olib bitta kelsa, kichik time'dan bundan bittadan qo'shilib olamiz. Agar ulgurmasak, mana bu buy side, kichik buy side yechguncha kutamiz. Yechib bo'lgandan keyin keyingi kun bo'lsa, New York ilzorlarda qo'shilsa bo'ladi. Mana shu buy side'ni olib, keyin IFV ga atkat beradi. Atkat bergandan keyin bitta yorib o'tadi buni. Mana bundan qaytgandan keyin BPR dan, daily BPR dan qaytgandan keyin bir marta ishlagandan keyin yorib o'tib qaytib ana o'qsa, bu IFV ga bo'lib ketadi. IFV ga bo'lib bitta mashinaga kelgandan keyin tirsitib qo'yamiz OB gacha, daily OB gacha. Mana mashitgacha. Shunday ishlasak bo'ladi. S&P 500 va Nasdaqda. Keyingi analiz qiladigan paralarimiz DXY dan boshlaymiz. DXY da ko'rayotgan bo'lsak, mana bu IFV ga 2-3 marta ushladi. 2-3 marta ushladi IFV ga. Hozir mana bu yerda ancha likvid yig'ilgan. Mana bu yerda o'shani yetishini kutyapman men. Ammo bitta ko'tarilib ketmaydi. Chunki buncha likvid qoldirib ko'tarilish uchun yana bir marta tushish kerak. Shu uchun hozir tushadi deb kutyapman men. Mana daily IFV dan mana 1 marta, 2 marta, 3 marta ushladi. 3-chisidan men agar mana bunday reaksiya berib tepaga ketsa mashinadan hozir, tepaga ketib yopilsa, mana buni atkatdan, mana bu zonadan qo'shilib olsak bo'ladi. Mana shu zonadan IFV ga 1 marta ishlab bergan. Qo'shilib olsak, buy side gacha ketadi. Agar может быть yopilsa mashina polniy yopilsa kun, keyingi kun bitta atkatdan mana H4 IFV gacha, keyin OB gacha ishlasa bo'ladi. Keyin o'sha OB dan reaksiya bersa, buy side gacha qaraymiz. Reaksiya bermasa, sell side da oladi, u yog'ini kutamiz. U yog'i keyin qiyinroq bo'lib qoladi ozgina. Shu uchun birinchi hozir ishlayotgan narsamiz qarashimiz kerak. Mana shu reaksiya olsa, ikkinchi kun qo'shilamiz mana bundan. Mana bu buy side gacha ishlab olamiz. Agar bermasa, promo chiqib ketsa, kutamiz. Mana buni yopsa, polniy mana shu zonani yopilsa kun, sellga qaraymiz, tolga. Mana birinchi targetimiz mana shu bo'ladi, sell side. Mana sell side gacha ishlab olamiz birinchi. Mana shu atkatdan ishlab olamiz sellgacha. Keyingi atkatdan ishlaymiz H4 IFV ga, keyin OB gacha.
keyin bayga ketadi bu yog'i. Daily IFVG gacha, keyin weekly FVG, weekly FVG ham bor, keyin mitigation block ham bor. DXYda shunaqa tahlil, GPY USDga o'tamiz. GPY USDga ham xuddi shunaqa narsa. Tak, bunda IFVG hali borgani yo'q, FVG ga, daily FVG ga borgani yo'q. Sal teparoqda. Keyin SMT bergan bitta. Bu olib qo'ygan maksimumni. DXY bilan Euro USD ola olmagan. Shuning uchun mana shu maksimumni yana bitta yangilashini kutyapman. Keyin daily IFVG ham bor. Bu yoqda uzoqroqda. IFVG ga bitta chiqib bersa, keyin mana bu likvidlarni yig'ib, keyin o'qishni kutyapman men bunga. Qanday ishlaymiz bunga hozir? Mana shu IFVG ni bir marta BPR ga bitta borib, bitta pastga qaytgandan keyin yorib o'tib yopilsa, bayga qaraymiz. Mana shu atkatdan bayga qarasak bo'ladi. Mana shu buy side gacha. Keyin daily IFVG gacha. Daily IFVG dan chiqib, razvod bersa SMT bo'ladi. DXY bilan Euro USD ola olmaydi buy side'ni. Chunki ancha bor olishigacha. Ungacha o'zi chiqib bo'ladi-da. O'sha GPY USD. IFVG dan reaksiya bersa, qo'shib olamiz. Mana bu yerdan ishlab bergan FVG lar bo'ladi mana shu yerlardan. Mana shu FVG lardan ishlab bergan FVG ni bitta tortamiz. IFVG beradi. Mana shu yerdan tiqaveramiz dalchi sell sidegacha. Mana shu sellarni target qilib olaveramiz keyin. Savdo qilib boraveramiz. Hozir shu kunlik anavlar qiziqtiryapti ko'proq meni. Mana shu BPR kunlik D1dagi IFVG qanaqa hurmat qilishi haftani aniqlab beradi. Agar mana shuni mensimay tepaga yopsa, dalchi bayga qaraymiz. Buy side'da olguncha, IFVG borguncha. Keyin kutib turamiz. IFVG borsa, reaksiya bersa, selga qaraymiz. Bo'lmasa, kutamiz. Bozor nima qiladi, nima qo'yadi, kutishimiz kerak. Hozircha mana shu bugungi kunlik qanday yurishi, agar reaksiya bersa, sirazi oqib ketadi. Sirazi qo'shilib olamiz. Agar tepaga yopilsa, buy side'ni bitta yig'ib, keyin dalchi selga qaraymiz. Shu britansk o'sha GBP USD ga. Mana shu yergacha oqsa, keyin mana IFVG bor, D1da IFVG bor, bir marta ishlab bergan FVG bor. Keyin bitta yopilgandan keyin mana bu yerdan bitta qo'shilamiz IFVG gacha. Euro USD ham xuddi shunaqa buy side bor, lekin bu buy sidegacha ancha qiynaladi olishga, chunki uzoqda, lekin o'sha aytganimdek yaqin GPY USD yaqin buy side'ga. Bitta buy side olsa, Euro bilan DXY ola olmasa SMT beradi. Shundan selga ishlaymiz. Xuddi mana shunaqa bunga ham. Mana ko'rishimiz mumkin. Daily'dagi FVG 2-3 marta narxni ushladi. Agar yana ushlab hozir oqib ketsa, dalchi qo'shib olamiz qayerdan? D1dagi o'sha D1dagi ushlab qolgan FVG, mana shu FVG ni IFVG ga qilib selga qaraymiz. Agar mana shu reaksiya bersa, mana shu soni shunday buzib o'tsa, atkatdan yana selga qaraymiz. Mana shu FVG gacha. Selga ishlaymiz. Agar yopilsa, bugun kunlik polni switchcha polni yana o'qib yopilib qolsa, FVG ni hurmat qilmasdan, keyin bayga qaraymiz. Buy side liquid mashizgacha. Undan keyin H4 IFVG dan sell agar reaksiya bersa, selga qaraymiz. Agar chiqib ketsa, mana bu OB dan H4 OB bor. Mana shu qaytarib yuboradi narxni. Mana shunday bo'ladi. Keyin SMT ham beradi. Ola olmasa uni haydi. Shundan keyin qo'shilib ketaveramiz ham savdo qilamiz. Shu bilan bugungi haftada shularni ko'ryapman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.